8 ayının 17 günü Angliya Xalqaro qonun advokati Michael Polak, Argentinalik advokatlardan Gabriel Cavallo, Joan Neto qatorliqlar Dünya Uyghur Qurultayı ve Uyghur Kishilik Huquq Qurilishi vakolatan Argentina Jinoiy ishlar sotiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan arz sungan. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Rulqun Aysa, Uyghur Kishilik Huquq Qurilishining direktori Ömer Qanat va Xalqaro qonun advokati Michael Polak qatorliqlar bu munosabat bilan Argentina poytaxti Buenos Airesga berib, bir necha kunlik tayyorlik xizmatlarida ishlagandan keyin 17 avgust kuni Argentina jinoiy ishlar sotiga berib, Xitoy ustidan sungan arzini yetkazgan. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Rulqun Aysaning bildirishicha, Xitoyning jinoyati nurg'un mutaxassislar, lager shohidlari va Uyghur soti orqali dalillangan bo'lsa-mu, jinoyatning mavjud bo'lishi ayrim masala. Uningdan hisob so'rash ayrim masala ekan. Argentina'nın milli kanununda dünyanın nerede olsun insaniyet karşı cinayet ötküzgen şahıs ve hükümetlerini sorakı tartış imkaniyeti varken. Bu arznamada Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga elib berayotgan xalqaroliq jinoyati hamda bu jinoyatning eng chong javobgarlari ko'rsatilgan. Argentina jinoiy ishlar sotining irqiy qirg'inchilik jinoyati, insoniyatga qarshi jinoyat va dunyoning har qanday yerdagi odam qiynash jinoyatlaridan hisob so'rash huquqi bor ekan. Bu arzning sunilishi dastlabki muhim qadam bo'lib, agar sotchilar delo turg'izishni qaror qilsa, jinoyatni tekshirib isbotlash bosqichi boshlandi ekan. Dunyo Uyg'ur Qurultayi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi sotga texnik kuchli isbotlarni sunib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarini isbotlaydi ekan. Sot bu dalillarga asosan javobgar ustidan arz qilib, uning ustidan tutish buyrug'i chiqardi ekan va uningga sot ochdi ekan. Sot agar Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizgan va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan eng chong shaxsning delosini turg'izib chiqsa, guvohchilarni sotda isbot berishga chaqirdi ekan. Bu arz Uyg'urlarning Xitoyning jinoyat isbotlarini xalqaro sudga rasmiy sunishi, shundaqla tunji qatim Xitoy zo'ravonlarining qabih jinoyatlaridan hisob so'rash yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi ekan. 8 ayning 17 kuni Argentina jinoiy ishlar sotiga arz sunish munosabati bilan e'lon qilingan axborot bayonotnomasida Xalqaro qonun advokati Michael Polak mundaq degan: Uyg'urlar uchun aytganda, bu ularning Xitoyning qo'rqinchli xalqaro jinoyatidan hisob so'raydigan, adolat talab qiladigan bir tarixiy paytdir. Irqiy qirg'inchilik qayta yuz bermasin degan shuar yillarcha takrorlanib keldi. Ammo bizda 2022 yilda milliy va diniy qirg'inchilik yuz beryapti. Uyg'urlarning kimligi va boy madaniyati yo'qotilishga uchrayapti. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Rulqun Aysa mundaq degan: Bu arz Uyg'urlarning haq adolat talab qilish va jinoyatchilardan hisob olish yo'lidagi muhim bir qadamidir. Yillardan buyon Uyg'urlar xalqaro qonun organlarining hali ham davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan hukm chiqarishni kutib, oxir umidsizlangan edi. Albuki bu qatim Argentina jinoiy ishlar sotiga sungan arzimiz Uyg'urlar uchun tarixiy ahamiyatli bir ish bo'lg'usi. Shu kuni Amerikaning Argentinada turishliq bosh elchisi Mark Stanley ularni uyga taklif qilib, bu qatim Argentina sotiga sungan arz va Uyg'urlarning haq-huquq da'vosining xalqaro taraqqiyoti, shundaqla Amerikaning bu ishda o'ynaydigan roli qatorliqlar ustida suhbatlashgan.